Jigar, siz musofirda ish qidirib yuribsizmi? Hujjatingiz bor, hujjatingiz yo'q, qiziq yo'q. Hammani ishga qabul qiladi. Erkak, ayol, ishimiz zavodda. Bu zavod karton qayta ishlab chiqish zavodi. Ya'niki oddiygina razrabochi vakansiyasi. Videoda ko'rib turibsizlar, nima ish qilish kerakligini. Smenalik, bezabyom, oyligi $1000 dan $1,500 Bir oyda 2 marta rashyot, ya'ni har 15 kunda rashyot. Hujjatingiz bor, hujjatingiz yo'q, hammani qabul qiladi. Yotoq joy kompaniya hisobidan, registratsiya yarmi kompaniya hisobidan, yarmi o'zingizdan. Xo'p, borib kelish tekin, forma tekin. Undan tashqari har oylik kompaniya patentingizni o'zi to'lab beradi. Ya'niki oyligingizga kompensatsiya qilib patent pulini qo'shib beradi. Siz o'zingiz bor patentni to'lab olaverasizlar. Mana shunaqa ish like arzidimi? Agar arsa videoga bitta like bosamiz, videoni musofirda ish qidirib yurgan hamyurtlarimizga tezroq yuborib qo'yamiz. Joylar soni cheklangan. Ishimiz haqiqatan juda ham yengil. Xo'p, bu ish Rossiyaning Moskva yoki Moskovskiy oblasti emas, bu отдельно Tulskiy oblastida joylashgan. Bu yerga Tulskiy oblast patenti borlarni sразу qabul qiladi. Ya'ni sразу оформление bo'lasizlar. Agar Moskva oblast, Peter boshqa yeri dokumenti bor bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol kelishingiz mumkin. Patentlarni perevod qilishga yordam berishadi. Ya'ni yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishadi, xarajatlarni o'zingizlar to'laysizlar. Ya'ni patent perevodda xarajati unaqa ko'p ketmaydi, bilasizlar. O'sha ozgina xarajatni o'zingizlar qilasizlar. Sizlarga lekin patentinglar to'lov kelganda o'zi kompaniya to'lovini qilaveradi. Xo'p, agar dokumentingiz yo'q, hujjatingiz yo'q, qayerga borishni bilmay o'tiribsizmi? Mana karton qayta ishlash zavodiga bemalol borishingiz mumkin. Chunki sizga yotoq joy beradi va ish ham beradi. Yotoq joyda yotib, ishga borib kelib turaverasiz. O'sha yo'sinda birgalikda dokumentga ham, hujjatga ham borib kelaverasiz. Ya'ni sразу dokumentga taxlaysiz, dokument xarajatlarini albatta o'zingiz qilasiz. Ya'ni yoningizda pul bo'lishi kerak. Sizga kompaniya yotoq joy beradi, ish beradi, lekin qo'lingizga na deb pul bermaydi patent qilish uchun. Lekin patentga to'lovi beradi. Shuning uchun patent qilishga o'zingizda xarajatga ketadigan pul bo'lsa, ishingiz yo'qmi? Mana kelib yotoqxonasiga joylashing va mana shu yerda bemalol ham ishlab, ham dokument qilib, ham sразу официальный o'tib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa ish albatta Zuhurda Musofir kanalida chiqadi. Shuning uchun albatta videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, hali bundan da zo'r ishlarni butun Rossiya territoriyasi bo'yicha chiqarishda davom etamiz. Albatta kimga nima savoli qolgan bo'lsa, nima lokatsiya kerakmi, hamma ma'lumotlar pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, o'zingiz uchun eng kerakli ma'lumotlarni hozir o'zida olishingiz mumkin. Videoni tarqatib qo'yishni unutmanglar. Videoga like, komment qancha ko'p bo'lsa, musofir akalarimizga tezroq video yetib boradi va ko'proq odam ishlik bo'ladi. Albatta, yaxshilik hammamiz qo'limizdan keladi. Albatta, sizlardan bittagidan like, komment kutib qolaman.